Ukalar, bugun men sizlarga bir tabassum haqida ikki og'iz gap gapirmoqchi edim. Ya'ni tabassum qilishlik sadaqa. Hozirgi kunimizda bilmadim, odamlar butun yer yuzidan qarz bo'lib ketganmi yoki yer yuzining barcha g'amlarini o'z yelkalariga ortib olganmi, yuzlari juda ham burishgan holatda va tabassum qilishligini unutib qo'yishdi. Mo'minga tabassum qilishligi sadaqadir. Zero bir kishi bilan so'rashar ekansiz, u sizni haligi hurmat qilishi uchun albatta yuzingiz g'ijim bo'lishligi shart emas. Tabassum qilib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyishligingiz kifoya qiladi va u mo'min birodaringizni sizga nisbatan hurmati va ehtiromi yuqori darajaga ko'tariladi. Zero Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u kishining oldilariga kelgan Abdulloh ibn Maktum radhiyallohu anhu ga nisbatan qilgan muomalasi haqida tanbeh berdi. Abasa va tavalla an ja'ahul a'madida. U payg'ambar alayhisalom o'zining oldiga ko'zi ojiz kishi kelgani uchun qosh chimirdi dedi. Ya'ni Qur'onda oyat nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarga kelgan Abdulloh ibn Maktum radhiyallohu anhu ga qoshlarini chimirganlar uchun Qur'onda tanbeh berdi. Endi o'ylab ko'ring. Abdulloh ibn Maktum radhiyallohu anhu ko'zi ko'rmas edi va Rasululloh yuzlarini chimirganlarini ham bilmadi. Lekin olamlarning Robbi Alloh azza va jalla buni ko'rdi va bu haqda oyat nozil qildi. Demak, sizni bir birodaringizga nisbatan qosh chimirishingiz yoki boshqa bir orqasidan bir qilg'ila qilishligingizni birodaringiz ko'rmas, lekin Alloh azza va jalla ko'rib turibdi va uni malaikalar kitobot qilyapti. Ya'ni siz nomai amalingizga yozyapti bu narsalarni. Mana shunaqa ekan, birodar, atrofingizdagilarga nisbatan tabassum qilavering. Zotan dunyo qisqadir. فكم من معتق فيها من النار ولا يدري